30-40% odamlar ishga juda ham beahamiyat bo'lib ketgan, juda ham dangasa bo'lib ketgan, ishi yoqmas bo'lib ketgan. Telefon qiladi, ish kerak deb. Ishga joylaymiz deb shuncha harakat qilyapmiz, shuncha yaxshi ishlarni chiqarishga harakat qilyapmiz, lekin shunda hamku og'izga tayyor oshni solib qo'ysak hamku o'shani uddasidan chiqmayapti. 2014-2015 yil kimki Rossiyaga borgan bo'lsa, ish topish вообще qiyin edi. Absolutno ish topib bo'lmas edi. O'zim 6 oy, 7 oy ish o'qitib berganman. Hozirgi paytda tayyor ishlarni topib beryapmiz. Tayyor joylar, usloviyasi chotki joylarni topib beryapmiz. Yotoq joy beryapti, registratsiya qilib beryapti. Hamma narsa qilib beryapti, dokumentlarigacha yordam beryapti. Shunda hamku 30-40% odamlar novid qiladi. Bu odamlar ish yoqmas, dangasa odamlar. Azonda pul bermaydi dedi, kidat qiladi dedi. Bu hammasi yolg'on. Azonda ham ishlayib turganlar bor. Smenasiga 7-8 ming rubl ishlayib turganlar bor. Даже 10 ming rubl ishlayib turganlar bor o'sha azonda. Ular ham bizga o'xshagan, sizga o'xshagan odamlar. Bizdan ziyod joyi yo'q, bironta ziyod qo'li yo'q, ziyod ko'zi yo'q. 7-8 ming rubl ishlayib turgan odamlar ham bizga o'xshagan, sizga o'xshagan odamlar o'shalar. Dokument haqida gapirib o'taman. Kimgaki registratsiya, трудовой договор, sertifikat, NNN, original bazadan chiqadigan 100% garantiyali dokumentlar kerak bo'lsa, akalar, opalar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, menejerlarimizga. Ko'pchiliklar sertifikat ololmayapti, xohlasalaring FMSni o'zidan ham olib beramiz. Odamlarimiz bor, FMSda o'rgatishadi, polni kirgizishadi, dokumentlaringizni, как надо sertifikatlaringizni olib beradi. Ishonarli 100% dokumentlar kerak bo'lsa, срочно ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz desalaring, yanada arzonroq narxda qilib beradi. Boshqa odamlarga qaraganda bizning kompaniya arzon narxda dokumentlaringizni tez orada tayyorlab beradi. Akalar, opalar, срочно aloqaga chiqinglar. Dokument bo'yicha Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik desalaring, tamom. Sizlarga arzon narxda qilib beradi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosinglar. Обязательно shu videoni musofir do'stlaringizga jo'natib qo'ying. 2014, 2015, 2016 yillar kimki Rossiyaga borgan bo'lsa, biladi, ish topish вообще juda ham qiyin edi. Через tanishlar ishga kirmasangiz, просто tak bironta ishxonaga borib, yo menga o'xshagan odamlar ish chiqarib o'tirmas edi u paytlari. Akalar, opalar, hozir juda ham udobniy bo'lgan, juda ham qulay bo'lgan. Shuni YouTube'ga kirasiz, ish ursangiz, bu taraflama ish chiqib kelyapti. Telefon nomerlar qo'yilgan. Shuni telefon qilasiz, даже biletlaringizgacha, taksi pullaringizgacha to'lab beryapti. Lekin shuni 30-40% odamlar вообще tushunmaydi. Juda ham men bilmayman nima deb aytaman unaqa odamlarni. Dangasa, tupoy deb aytishimni bilmayman. Shunday ishlarni topib beryapmizki, usloviyasi, konkretniy usloviyalari bilan. Hamma usloviyasi bor. Lekin shunda ham shu odamlar novid qiladi. Ishga kelib turib, bu bitta ish yoqmadi, alda ish yoqmadi, bitta kidat qildi. Конечно, siz ishlamasangiz, sizni kidat ham qiladi, sizni pulingizni ham bermaydi. Chunki siz odamsiz. Bu hammaga tegishli emas. Shunaqa dangasa, tupoy odamlarga tegishli. Kelishadi, ishlashadi, bir kun, 2 kun ishlashadi-yu, qochib ketadi, boshqa joyga borib ishlaydi. Shunday qilib ko'rasizki, umri o'tib ketyapti, vaqt soati o'tib ketyapti. Rossiyaga kelganimda dedi, 2 oy bo'ldi dedi, meni pulimni ololmay yuribman dedi. Bitta pul bermadi, arda pul bermadi. Конечно, pul bermaydi. Bir kun ishlab qochib ketsangiz, 2 kun ishlab qochib ketsangiz, sizga kim pul beradi aytingchi? Konkretniy o'sha joyga borib ishlang, siz ishingizni ko'rsating. Keyin sizga pul berishadi. Pulingizni konkretniy oladigan bo'lasiz. Bir kun, 2 kun ishlab qochib ketsangiz, sizga hech kim pul bermaydi. Agarki siz 2016-2017 yillarda Rossiyada bo'lgan bo'lsangiz, ish topish вообще qiyin edi. Chunki o'zim o'sha yerda edim. 6 oy, 7 oy ish o'qitib berganman. Ishga kiraman deb, shunday просто tak vaqtim o'tib ketgan. Ish topishga shunday qiyin edi-ku, bu joyga ishga borardim. Bunaqa telefonda ishlar yo'q edi u paytlari. Telefondan YouTube'dan chiqarib o'tirmas edi, Instagramda ish chiqarib o'tirmas edi hech kim. Ishga borardim-ku, zavodlarga ham borganman ishga, skladlarga ham borganman ishga, magazinga, stroykaga, hamma joyga ishga borganman. O'sha paytda ishga qabul qilmas edi absolutno. Odam hamma joyda yetarli edi, odam qabul qilmas edi. Hozir mana shunday usloviyalari bilan yotoq joy, registratsiya, taksi pulini to'lab beryapti, dokumentlarga yordam beryapti. Shunda ham
direktor odamlar novid qilib o'tiradi. Bitta ish bo'lmaydi, bitta ishlasa bo'lmaydi deb kommentariyni o'qiyman. Kommentariyalarga ham rektor tupoy odamlar yozib o'tiradiki, bu joyda ishlamanglar, ish yaxshi emas deydi. Siz kelib ishlab ko'ring, ishingizni ko'rsating. 2021-yil menga bitta kompaniyada ishlaganimda bitta direktorimiz aytgan edi-ku, sen ishingni ko'rsat degan edi, pul o'zi keladi degan edi. Naturi ishimni ko'rsatdim-ku, pul o'zi shunday qaytdan havodan kelgandek pul kelardi. Ishingizni ko'rsatsangiz, siz konkretniy ishingizni ko'rsating. O'sha kompaniyani odamlariga выгодный bo'ladi, ko'radi, sizni ishingiz yaxshi. O'shanga qarab sizga yana дополнительный pul beraveradi. O'z ko'rasizki, pul qaytdan kelganini o'zingiz bilmay qolasiz. Konkretniy ishingizni ko'rsatsangiz bo'ldi bu yerda. Dangasalik qilib, o'zingizni xitriy olib, qochib yuraversangiz-ku, hech kim sizga pul bermaydi. Ko'radiki, bu siz nenadежный odamsiz, o'sha sizni короче qiladi-da, pul ishlasa, pul topsa bo'lmaydi deydi, kidat qiladi deydi. Конечно, ishingiz yoqmagandan keyin sizga pul ham bermaydi, sizni haydab ham yuboradi, pulingizni ham bermaydi. Chunki bilasizmi nima uchun? Siz ne konkretniy ishlaydigan. O'sha azon skladida ham odamlar ishlayapti. Smenasiga 7-8 ming rubl ishlashyapti. Даже kimdir 10 ming rubl ishlayapti. O'sha odamlar ham biz sizga o'xshagan odamlar. Bizdan kam joyi ham yo'q, ko'p joyi ham yo'q. Ular faqat ishlaydi, konkretniy ishini ko'rsatadi va pulini oladi. Ular ishlagani kelgan. Не то что dangasalik qilgani, просто tak yurgani, vaqt o'tkazgani kelmagan, ishlagani kelgan. Mana o'sha azon skladida ham pul topishyapti bolalar. Nima uchun o'sha bolalar pul topganda siz o'sha yerga kelib ishlab turib pul topa olmaysiz? Akalar, opalar, kimgaki ish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar. Konkretniy ishlaydigan odamlar. Iltimos, telefon qilgandan keyin 1 soat ishni so'rab o'tirmanglar. Konkretniy ishlaysizlarmi? Kelinglar, ishlanglar, ishni ko'ringlar, ishni qilinglar, pullaringizni o'ylar. Rossiyaga kimki kelgan bo'lsa, 90-100% почти odam ishlagani keladi. Ishlagani kelgandan keyin pul ishlash kerak, ishlash kerak. Ishlagani kelmadingizmi, vaqt o'tkazgani keldingizmi? Kerak, bizga undaqa odamlar keragi yo'q. Vaqt o'tkazadigan odamlar keragi yo'q. Konkretniy ishlaydigan odamlar bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. Даже taksi pullaringizni to'lab beradi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelmoqchi bo'lsangiz, taksi pullaringizni to'lab beradi. Yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi, dokumentlaringizga yordam beradi. Bir oyda 100 mingdan 200 ming rublgacha ham topsangiz bo'ladi. Konkretniy ishlaydigan odamlar faqat. Bu не только azon skladida ish bor. DNS skladida ham ish bor, грузчикlikka ham ish bor, kunlikka ham ish bor, объемga ham ish bor. Kunlikka 3,5 ming rubldan smenasi, yotoq joy, registratsiya qilib beradi. Dokumentlaringizga yordam beradi. Oyligi zadeshkasi yo'q bilan har 15 kunda oylik beradi. Konkretniy ishlaydigan odammisiz? Mana, kelinglar, joylashinglar. Yoshiga o'tamiz, 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni, opalarimizni taklif qilamiz bu ishxonalarga. Kelib ishlasalaring bo'ladi. Har xil dangasa, ish yoqmas odamlar iltimos videomizni chekkasidan o'tib ketinglar. Вообще yaqinlashmanglar bizning ishxonalarga. Bizga faqat konkretniy ishlaydigan odamlar kerak. O'sha skladlarda o'zim vaqtida ishlab kelganman. Agarki o'zim ishlamagan bo'lsam, men hech kimga tavsiya qilmayman bu skladlarni. Odamlar 3000 rubl topardi o'sha payti, men bo'lsa 5000 rubl topardim. Odamlar azon skladida agarki 3000, 4000, 5000 ishlasa, men 7-8 ming, 10 minggacha ishlardim. Konkretniy ishlardim, ishimni ko'rsatardim. Zato pul ishlardim men, konkretniy ishlardim. Shu men ham, siz ham ishlagani borganmiz Rossiyaga. Ishlayman deb borgan edik. Mana men ishladim, konkretniy pul topardim. Siz ham xohlasangizki, konkretniy pul topishdi, 100 mingdan 200 ming rublgacha pul topishdi, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, kelinglar, ishlanglar, ishlaringizni ko'rsatinglar, sizlarga konkretniy pullar, oyliklaringizni oylar va uyga jo'natinglar. Akalar, opalar, rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun sog'-omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.